berilishi barcha qatori marg'ilonlik keksa nuroniylarni ham behad quvontirmoqda. Har kuni erta tongdan shahardagi istirohat bog'iga borsangiz, oqsoqollar yurtdagi dorilamon kunlariga shukrona qilib, sport mashqlarini bajarishayotganiga guvoh bo'lasiz. Piyoda yurish uning inson salomatligida tutgan katta o'rnini dildan his qilib, yoshlarga chinakamiga ibrat bo'lishayotgani ko'pchilikning havasini keltirmoqda. Hozir yurtimizda sportni rivojlantirish uchun keyin targ'ibot ishlari ketgan. Muhtaram prezidentimiz ham maxsus qarorlar qabul qilganlar. Qancha ko'proq biz sport bilan shug'ullansak, albatta kasallikni oldini olgan bo'lamiz va maqsadimizga yetamiz. Pensioner odamlarimiz harakat bo'lmagandan keyin kasallik ko'payar ekan. Pensiyani olasizda, aptekaga borasiz, falon millionga yoki bo'lmasa 500 ming, 600 mingga dori-darmon olasiz. Uni o'rniga shu sport bilan shug'ullansak, dori-darmonga sarf qiladigan pullarimiz o'zimizning kissamizda qoladi. Men hammani sport bilan shug'ullanishga chaqirib qolaman. Belimda grija, protruziya bor, birinchi, ikkinchi inda. Keyin tizzada ikkala tizzada yemirish bergandi. Men o'zim muntazam 30 yildan beri to'xtamasdan mashq qilib yurganman. Yugurardim, basseynga muntazam borardim. Shu pensiya yoshdan chiqqanimdan keyin 2 oy ichida 10 kilo semirib ketdim. 84 kiloga chiqib qoldi. Bilmagan holda. Ishonsangiz 50-60 metrda ko'chaga chiqa olmayotgandim. Sportda yaxshiligini mana o'zimda sinab ko'rdim. Hozir tengqurlarimda yoki yoshlardan ham uzoq yo'llarga yurishga moyil bo'lib qoldim. Umrim oxirigacha sport bilan shug'ullanamiz. Qilayotgan harakatlarimiz hammasi o'zimizni tanijonimizga kerakli narsa. Masalan, saylni qilib, mashqlarni qilib yursak o'sha foyda ekan bizga. G'anijon Arslonqulov nafaqaga chiqqunga qadar xalq xo'jaligining turli sohalarida mehnat qildi. Taqdir taqozosi bilan oyoq, bel og'rig'i, qon bosimi kasalligiga duchor bo'ldi. Dori-darmonlarning kuchi bilan bir mudom joni oro topgan bo'lsa-da, vaqt o'tgach salomatligi yana uni bezovta qilardi. Yillar davomida qiynab kelayotgan darddan esa sport mashg'ulotlari orqali butunlay forig' bo'ldi. Ilojsizlikdan hassaga suyanib yurgan oqsoqol bugun hassasiz ham tengdoshlari kabi harakatli mashqlarni bajarmoqda. Prezidentimizga rahmat, shu sharoitlarni yaratib berdilar. Bu sharoitga shukr qilib, albatta yurish kerak. Mana birodarlar bizni safimizga qo'shilinglar. Ko'payishaylik, sog' salomat yuraman desalaring, ko'p yuringlar. Mana hozir men oldin oz yurardim. Hozir 10 ming metr, 15 ming metrga yuryapman. Boqqa kelib bog'da mana aylanamiz, shug'ullanamiz. Mana 5-6 yil bo'ldi, hassada yurardim. Men hassani tashladim. Xudoga shukr. Mana har kuni sportga chiqamiz. Bir kun, 2 kun chiqmay qolsam ham darrov o'zgarish bo'ladi sog'lig'imda. Darrov chiqaman, birodarlar bilan bir yurib, yugurib, mazza qilib rohatlanib ketamiz. 62 yoshimda ko'zim bir yarimga tushib qoldi. Tomiri quriyapti deyishgandi doktorlar. Sport orqali 3 oyda mashqlar tufayli yaxshilab oldim. Hozir 72 ga kirgan bo'lsam, ko'zoynak taqmayman. Ertaman toza havo bo'ladi. 5000 qadam yuramiz mana shu yerda. Ne bu yerda mashqlarni qilamiz. Pazonashni grizani oldini olishni, bo'yin grizalarini oldini olishni, bel og'riqlarida olishlarini qilamiz. Sport bilan shug'ullanganingizdan keyin qon hamma joyingizga yetib olar ekan. Yetmagan joylarda asta-sekin qarishni boshlanar ekan. O'shaning uchun sport bilan shug'ullaninglar, sog'lom yuraverasiz. 70 yoshdan oshgan oqsoqollarning o'z salomatligiga berayotgan e'tiborlari bois doimo ular yosh ko'rinishadi. Marg'ilon shahridagi 2-insonli sport maktabi hududiga aynan sportsevar oqsoqollar uchun Sport vazirligi tomonidan qurib berilgan maydoncha ularni yanada yoshartirishga xizmat qilmoqda. 4 faslning qaysi biri bo'lmasin, sportsiz hayotini tasavvur eta olmaydigan nuroniylar har kuni shu yerga kelib, kayfiyatlarini ko'tarib ketishadi. Bu esa oddiy aholi orasida sportga bo'lgan qiziqishni orttirishda ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. Men yoshim 75 da. Yoshligimdan o'sha sportga qiziqib qatnashib yuraman. Bir necha yildan beri o'zimni a'lo darajada his qilaman. Bel og'rimaydi, oyoq og'rimaydi, hech qayerimiz og'rimaydi. Hozir juda ham ko'pchilikda, ayniqsa yoshlarda sport bilan shug'ullanmaydi, ovqatni yeydi, nima qiladi, yotaveradi-da. Semizlik kasali, qorin chiqish va hokazo shunga o'xshagan kasalliklar bo'lib turadi. Mana bizda Xudoga shukr, mana shu narsalarga barham berib kelyapmiz. Koronavirus paytida men 75% pnevmoniya bilan men kasallanganman. Juda og'ir kechganmanda kasallik. Haqiqatda doktorlar muolajalaridan so'ng tuzaldim. Undan so'ng
shu boqqa chiqib piyoda yurishni men juda yaxshi ko'rdimda. Men televizorlarda eshitdim shu yayov yurishni mohiyatini. Shu boqqa chiqib aylanamiz, kamida 5000 qadam. Undan ham oshib ketadi. Keyin juda ko'p odamlarga tavsiya qilaman. Yuringlar mana, men qanaqa kasal bo'lganman, mana shu kasalni men yengdim deyman. Haqiqatda nima deydi? Bu o'zim uchun koni foyda ekanda. Ko'pchilikka aytaman, yuringlar desam, xo'p deyishadi, uyga kirib televizor ko'rishadi, choy ichishadi, uxlashadi. Uni o'rniga shu boqqa kelib yursa o'zlari uchun u. Ayniqsa o'sha televizorda ham aytishyapti, o'sha ertalabdan to quyosh chiqqunga qadar bu tanga davo ekan bu havo. Shuning uchun mana shularni men nazarda tutib doimo yayov yurishni yaxshi ko'raman. Mavzuni Oltiariq tumanidan davom ettiramiz. Yurtimizda keksalarga berilayotgan katta e'tibor, yaratilayotgan sharoitlar bugun nuroniylar orasida ham sport kayfiyati